YouTube basıyatırım bana. Gitti mi? Ne olasın? Gülme. Bugün Xudo xolasa Texnoportdamiz. Baş veramiz YouTube. Biz eksemimi gitaveradi. Hozir asbaqlana Texnoportdagi mahsulotlari arzonligini ko'rsatib beramiz. Qo'ldan kelgan. Masalan, hozir toza xo'jaliklar boqaq, masalan, kir mashin qo'yishi kerak, keyin televizor qo'yishi kerak, xonadonlik ish qilib, maishiy texnika olishi kerak. Masalan, utyuk, keyin hamma narsani ko'rsatib beramiz hozir o'sha. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p. Shuning uchun assalomu alaykum hurmatli Havas Taksi 1267 obunachilari. Salom aytarmakan deb turibdim. Assalomu alaykum. Zesram obunachilari. Instagramda aytding qoq, men salom berdimmi, yo'qmi deding qoq. Otash dam olishing kerak deb yozib berdim men senga keyin xabaring bo'lsa. Ha? Gap shunday yotib taqim. Yo'q, men bilaga aytib turdim. Qayin chezada ekan bu deb. Aytdim bak. Sog' o'g'aysan, salomat o'g'aysan, boringga shukr. Gaz beramiz. YouTube zo'r ketib turibdi. 2000 obunachi bilan 2000 prosmotr. Demak, buni hammasi ko'rib turibdi deyman, to'g'rimi? 100%. Podpiskani bosib qo'ying. Jasurbek aka, shu gapga assalomu alaykum yana. Va alaykum assalom. Texnoport magazidan xudo xohlasa sizni adresingizni, Otasha sizni adresingizni aytib, shu YouTube'dan, Instagram'dan 20 odam gelsin. Birinchi shulara o'zi narxlarimiz nerealniy. Bilasizku, o'zi solishingiz. Bundan ham arzon skidka sizlar uchun baba, shu yordamlashtirganlaringiz uchun xalqimizga shu vajlarimizni yetkazib berib turganlaringiz uchun sizlarning nomingizdan kelsa bas skidkasi. Chella skidkasi bor. Ba gelsa misal 9 milyon 990'lık bo'lsa, o'zi uning narxi yo'q misal 185'lik. Aşın 90'ını atlaşasın. Malades. Ağa. Ne oldu dedim. 10 Zo'r. milyondan bo'lmaydi kerak bo'lsa dedim. 10 milyon bo'lmadi. Hozir ko'rsatamiz, bir yana ash katta televizorlar ham ko'rsatamiz. Shuning uchun kuzatib boraverasizlar. Podpiska bosganingizda afsuslanmaydigan reklamalar qilib beraman. Yani biza bo'lib to'layli, yani chekki odam cho'lashtirganlar chiqarmaslar qasamiyat qilib ko'pmiz. Yo'q ey. Havo. Ha, молодец, ağa. Ha, menga kerak. Naqd. Texnoportda naqd halol savdo, haqiqiy. Ana addushi ketadi bu. Bu ko'rsatuv addushi ketadi shuning uchun. Nedan boshlaymiz? Qana nedan boshlaymiz? Yine 185'likka başlayımız. Ağa, 85'lik kıskaça. Jasurbek aka, kıskaça tamam. İtibar bilen görsünler. 85'lik Immir brandinden televizor Google Assistant'ta işliydi. Android ekan ben. Android Google Assistant ama 4K 8K formatda olib beradi. 2 yil ofitsial servisinden garantiya bor. Bir narsa bo'lsa zaishtalari bor buni. Bu televizorning zaishtalari yine bemalol ko'rishingiz mumkin. Narxi 9 milyon 990 ming so'm. Bu 85'lik bu 75 emas. Endi bunidan katta, sal kichkina narxini qo'yaman degan xalqimiz uchun Immirdan shuni 65'liki bo'ladi. 5 milyon 380 ming so'm bo'ladi. Vallahi 1 minut iltimos. 5 milyon 380 ming so'm bo'ladi 65'lik razmerdagi. Hey, televizor katta ekan ko'ribmiz. Yine televizor. 1.27 biyani yine televizorumuz. 65'lik Lekin Immir brandinden televizorumuz. Keyin Yine kichkina televizorlarımız 43'liklari misal 2 milyon 550 ming so'm bo'ladi. Bir o'nlikla 2 milyon 550 ming so'm. Endi xudo xolasa Rossiyachilarimizga atir, boshqa narsa bo'layotir. Xudo xolasa YouTube'dan ko'p Rossiyadan ko'rib, uydagilarni jo'natadigan mijozlarimiz bor. qarang, ina masalan men chetdan ko'rib turgan musofirlar bor odam bo'lsa, bular noyabr oxirida yo noyabr o'rtasidan kelishlari mumkin. Yo shu narxda keladi, lekin Havas taksini aytib kelsa, u vaqtdan shu 100 so'm, 10 so'mni qaytarib beradi. Javob bizlar ertayam gapimizdan qaytmaymiz. Xudo xolasa Havas taksi 1264 aytasizlar, nasib xudo xolasa 100 so'm, 50 so'm shundan ham tushib beradilar. O'zi bu yerda nima desam bo'ladi? Dim arzon narxlar. Dim arzon. Shundan tushib beradilar. O'zi misol uchun imakan 55'lik televizor, Immir 55'lik bu imakan Android ishida 3 milyon 880 ming so'm. 55'lik bu 65 emas, 55. Immir U55 A2 43'lik 3 milyon 800. Nodajak. Çekim. Başka kur televizorda ketmeli. Hamma texnikamiz respublikamız bo'yicha eng arzon narxda. Hamma narsani ko'rsatamiz. Xolodilniklarga kelamiz. Eng glani xolodilnik misol uchun 10 yil motoridan garantiya modeli bilan solishtiraversinlar. No frost sistemada ishlaydigan xolodilnikimiz bu qalyonli aynalar 100 kilodan yutaladi. Quvvatli. Bu narsa A+ kategoriya. Tok ekonom etadi. A+ kategoriya inverter motor yılına 245 kilovat idi. Yılına. Modeline qarang, narxi qarang baqa. 7 milyon 330 ming so'm bormi? Shu model hammada bir xil bo'ladi. Dunyo bo'yicha narx ajralib turadi. Shu model sizga ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Nov olacak olsangiz ham
xanadillik alacak mısınız, televizor alacak mısınız, ütük alacak mısınız? Şu modelini göresizden Libo yere yazasız. Şu model bir çıkadı. Lekin narx addenli boladı. Narx salıştırıp alaveresiz Libo yere. Salıştırıp geleversinler. Endi bunun kattaligine qarang, LG'nin sensorni, siklin rejimlari bor. Bundan başqa narsa. Yine Xorazm xalqi, Xazar xalqi uchun çörek yetermi çörek? Çörek gitedi. Çörek. Nullovoy zona dediler bunu. Çörek üçün mü? Çizsin. İsa. Bir qarang. Bunun narxına qarang. 8 milyon 810 ming so'm. Arzonroqlari yo'qmi? Budjetli Ağa, variantlar. arzonroqlar Samsung'larımız bor. inabi Ağa, bu Samsung. xolodilnik necha so'mda bo'lishsiz? Bekletib turaman. Yo, bu Samsung hozir qarang lan. Bu Samsung 7 milyon 900 ekan bir de. Aa. Köp adam onu atıp koydu. Bu çala kalmasın 7 milyon 950 ming so'm ekan. Köpçilik uyunda bormi? Xudo xolasa el Endi haqqi. videodan qarang, endi bam Samsung o'xshatib, necha so'mda bo'lishsiz bu narsani, ağa? Vardır 5 milyon vardır. 5 milyon badet tursang 4 milyon 880 ming so'm, ağa. İsa. Bu narxlardan faqat Men Texnoport Xazaras taxmin- magazinida. Taxmin urdim lan, taxmin urdim. ana. Dim arzon bo'lsa dedim şu 5 milyonla bo'ladi. 5 milyondan ham arzon ekan. 4 milyon İsa. 880. Katta Ajoyib. narxlar bor. Misol uchun sizlar O ina bu katta ve xo'jalik 5 milyon ko'p 400. Xazaras xalqini xo'jalik ko'p. Hisense brendi Xitoyda 3-o'rinda turadi, ağa. Hisense hech kim shu vaqtdan gap topolmay metal cooling deganni olgan bilasizmi? Yo'q. Metal cooling, ağa, misol svet o'chib qoldi uyda. Avan. Svet o'chdi, 8 mahsulotlaringizni bir xil tutib beradi. O rejim Bilmaydi. yine shu damiri bo'lsa metal cooling. Ha. Haqiqiy ishlab beradi. Metal coolingi bor. Buning narxi necha so'm ekan? Bunun o 7 milyon 250, 11 milyonda bo'ladi. Yana gel. Yana gel. Ina şu narx o'ziniki men şu an. 7 milyon 800 ming so'm, o'ziniki 880. O'ziniki videodan qarang, chiroy oyna ko'chistin qarab ketilar. Yo'q, serios nima bu gap? O'ziniki garantiya, ha, gapimizga javob. Yo, ina bu yozilib turgan ekan. 7 milyon 880 ming so'm. Gelsengizlar, şu xonadillikni alacak bo'lsangizlar, agar ashxonada shunchalik joy bo'lsa, shu narxi ko'rsatib qo'yaman, ina. Men yuzim bilan tushib turibdi, shuni dogovorlashasizlar agar. Endi bu 7 milyon 130. Oo. Hey, ben arzonim bor ekan. Ho, nima qilgan? Hey, bu giring Endi bu 5 milyon 570 ming so'm. Ana. Endi bu 5 milyon. Garantiyasi ne gap buni? Garantiyasi 3 yıl o'zine inang. O'zine 3 yıl, motoruna 10 yıl, ağa. Motorundan Ha, o'yin. imon qarang, Baştan mahmalitda shunday bo'lib boshladi. boshladi. Yani vid kuxni Yasiman deganlar uchun. Bu vaja qarang. Endi bunga narxi 6 milyon 130. 6 milyon 130 berasiz. Gerek olsa iman tarafta go'sht mahsulotlar yo boshqa vajlar qo'ysangiz, Qo'ying, yani bir ikki yanam qo'ying. ochib bermaysizdan, ikki yanam yana bir shamollatib bermaysiz. Yana navolangiz bu arzon bizlar. Depeyam chiqamizmi bir? Chiqali. Yuring bir depeyam chiqali. Depeda navola bu. Depeda konditsioner, xolodilnik, mikrovolnovka, kuller, hamma narsamizda. Ash kullir degan narsa zo'r bo'lib boshladi. Ash Tamam. kulleri. Az narxini Narxini ko'rsataman. ko'rsatib o'tali. Bitkisi. Qarang, depeya chiqdik, ağa. Ava. Endi bu varishli panellar qarang, mebel bilan yasaydilar-ku. Mebel bilan yasaydilar uyni. Shuni usti satrada Ava, ham. usti kurteni mebelchilar yasab beradi, narxini qarang. 950. 950 ming so'mdan yo'q shu yerda. Hey, iman qarang. Ağa 940 ming so'm bormi? Rules. 850 ming so'm. 850 ming so'm bormi? Bir asoslarına qarang, ishlarına garantiyali narsa. Voy voy. 20 litr, 3 yil garantiyasi bor. Gen qisqacha ma'lumot aytamiz. Kars. 1 milyon 80 ming so'm. Sensorli minnatesi yanadi, minnatesi o'chadi. Zif vibratordan. Zo'r. Vitishkasi gücü вообще zo'r. Sababi buni men qo'ymadim uyga. Uncha yanadi, sal bitta qimmatroq tushadi. Qani ko'ramiz. Kir mashinalar ne gap so'z? Kir mashinalar shu nerealli narxda, kir mashinlarimiz 3 milyon so'mga Hisense, yani maqtanim, barabanlarına qarang, giyimlerini katushka etib tashamaydi. Giyimlaringizni ham sifati bilan yuvib beradi. Hisense brendidan 3 milyon 380 ming so'm. 9 kiloluk E3 Plus inverter motorli bo'ladi. Garantiya narsa. Savuşturup alaversiniz. Ne desem bu, bir de biraz gözüm uçtudan. 6 kiloluk Rules avtomat 2 milyon 690 ming so'm. 2 milyon 890 ming so'mga bersem 7 kilolukini. O 7 kiloluk var ya bir de. Bu avtomat bu ya. Pol Hisense giyilerimize, apalarımız, analarımıza misal ansatku evvel gidiyor. Bundan çil garanti bu. 3 yıl garantiya. Ofitsialniy servis tomonidan. Ofitsialniy servis tomonidan 3 yıl garantiyasi bor. Barabanlardan bemalol ko'raveringlar. Modeliyle yozilgan solishtirib kelaversinlar. Görüp koyarsan. Keyin endi bir konditsionerni ham ko'rsataylik. Kulleri bilan. Kulleri bilan konditsioner. Avan. Gelin.
Ha, inabuvaj ne bağa? 800 bu kirmaşin mi? Ne bağa bu? İkili kirmaşin şu ziflerniki. İkili kirmaşin. Üy katta xo'jaliklar adam mı? Demek ki birisinde Bunun arka tinka çıkarıp alamiz. demek ki birisinde platsiya yuvasında birisinde giyim başı yuvaverasiz. Akkurat ne? Albatta. Zo'r. 890 ming so'm kullar neda bor? 890 ming so'm shu kullar o'zlarimizdan. Yana garantiyasi bormi? Garantiyasi ham bor. 1 yil 890 ming so'm kullar yechirdi yo'q aka. Eng arzon. Ofis olib qo'ydim. Zo'rlari bor. Lekin narxi zo'r. Shokolad narxdan ekan bo'ladi. Zifler. Endi 24lik bo'lsa 100 kvadrat dalanınızı soğutsa, hazarsa şunu öyle bilaman. 100 kvadrat yeringizni dalanını soğutup tursa, inverter motor bo'lsa, to'y tashkiliz bo'lgan vaqtda odamlar turbo rejim ishlab bir xil ushat turib bersa, vidi chiroyli bo'lsa, erotik freonda ishlasa, DC inverter bo'lsa, buni narxicha so'mda bo'lasiz. Ko'rdingiz-ku endi. Bu bormi shu narxda? 10 milyon 750 ming so'm. Bormi üstünde skitkasi yana? Men aytib kelsangiz, o'sha 750 sini 40 bilasizmi? 750 sene mesela 10,5 metre, 250 şu statik keseler şu kançsan yere. Ulan bo'ladi. Başka yer emez, başka bir vaat Tamam. kesemez. Ana. Şu sınıf patlıçıkları Cesur Bekam dese İsap. 250 ming so'm gitti şu vecne. Hesap. Endi kichkina vejlerimizden Hayır, bor. kaldırışda devam etib turibdilar, gap yo'q lekin. Halkımız azzetsin, rules mu attaşıman bu narxni. Qarang, halkımız için DC inverter 2 milyon 999 ming so'mdan 12'lik. Ha. 2 milyon 990 ming so'm. Buni garantiyasi. Buni garantiyasi ham bor, albatta 1 yil garantiyasi bor. Pantora modeli bo'ladi. No desam size, двойной teni bor, so'tib ham isitib beraveradi. Zifler brendlari bor, imundayning, Immer brendlari bor. Mana 2 milyon 990 3 milyon xullasdan 1000 so'm ekan. Ajoyib. Hechida yo'q narxlar bo'ladi. Bemalol nalajeniyada narxlarni tushiraversinlar. Yana misol 3 milyon 250 bo'lsa 3 milyon 200 ga beramiz statik kesalar. 50si yo'q o'sha yerda. Siz uchun bu faqat plisosdan ham xililari ko'p, qarshi, chitsi, Rumiya, shu narsalarning Rumiyada chiqadi aga. Yana Gölkoz Rumiyada chiqadi. Aytaman-ku Texnoportni ma'nosi port degani tushunadi-ku hamma. Yangi olgani bu hamma brend Bosch, Zifler, Immer, Seventesh, Hisense hammasini jamlanmasi. Yana birinchi qo'l sizlar. Birinchi qo'l biz O'zbekistonga girzadon distributor biza Texnoport magazini. Joy. Barchangizni Texnoport magazinlarida kutib qolamiz. Jasur ammo aytib kelsangizlar, xudo xolasa zo'r skidkalar shu videodagi gaplar hammasi amal qiladi. Xazars xalqi uchun eng arzon narxda muddatli to'lov emas, faqat naqd savdoda gelasiz halol savdoga chisi qistonman muddatli to'lov olib, meydalab to'layman bilinmay demang. 2 ay qistonmandan shirta eng arzon bahada oling. Jasur aka, sizga katta rahmat. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Men unchalik bir ichimdan dur. Jon turmandan ma'lum. Garantiyada bilmay turibman lekin. Ağa men bo'yna, Sertoy magazinimiz ya, bozorning do'koni emas. Sababi narxlar haqiqatda arzon, yondirib beradigan narxlar, gap yo'q. Lekin men hozir keling aling deb aniq aytib bilaman, garantiya aytib bilaman. Ishlatib ko'rib olsanglar shu yerda. Hamma narsaning servisi bor. Servislarimiz bo'lsa ham yerda. Shu balani faceini screenshot etib qo'yadilar. Bemalol ağa. Keling Texnoport qaratib berasiz. Texnoport ana kassa shon tarafda turibdi. Shu balani kelib, havas taksini aytishadimizdan chiqmasin. Sababi 50 so'm, 100 so'm, yana qimmatroq narsada 10 millionlik narsada 250 ming so'm qaytib berdilar. Ulan bir podpiska bosib qo'ying, like bosing albatta. Ham kommentariyada bitta ya nima desam bo'ladi. Narxlarni solishtiradigan yo tushunadigan odamlar bo'lgan bo'lsa, yozinglar kommentariyada biza agarda negativ bo'lsa ham yozavering. Endi safar uning ham bir xudo xolasa video qilishga majbur bo'lamiz. Immunitetdan lekin misol men urganch videolar ham chiqaraman, negativlar mert negatifler ham bo'ladi, bilasizmi? Hisob, Men nomert negatiflarni yomon ko'raman. Chistin agarda mendan arzon qo'yib berib yozsa gap yo'q fake profildan. Men yechirib kommentariy yozsam o'zimni profilimni yozaman. Muddatli to'lov bo'lsa 50 oyga berajakmisan, minnatib 100 oyga berajakmisan deb. Lutchi xalqimiz azzatsin, arzon narxda olsin, bo'lgan ağa. Tamam. Xudo xolasa kelaverasizlar. Manzil Xazaras tumanida avvalgi eski el makoni o'rnida joylashgan. Barchangizga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Siz ham addushi katta rahmat. Jasurbek aka. Sog' bo'ling. Xudo xolasa kutamiz. Yaxshi.